Gentra bor, Gentralarning naqshidir. Gentra bor. Mana bu Gentra hammasidan yaxshidir. Bugungi obzorimizdagi mashina 2023-yilda ishlab chiqarilgan, yurgan probegi bor yo'g'i 42 ming yurgan. Kraskalari absolutno top toza, polni shumka bo'lgan Gentra avtomat mashinasi. Bu mashinamizda holatlari ideal darajada turib, salon holatlari ham evakor polklar tashlab qo'yilgan, avtomat korobka, bor yo'g'i 42 ming probegda. Xullas kalom, mashina ideal holatda turibdi. Mashinamizga tonirovkalar qo'yilgan, tonirovka ruxsatlari ham bor. Mashina benzinda, orqadan ko'rinishlari, holatlari juda ham chiroyli holatda. Bu mashinani maza qilib haydashingiz uchun boshlang'ich atiga 30 million so'm bilan kelasiz. O'zingiz nomingizga bir kunda bitta pasportga avtokreditga chiqarib beraman. Bu mashinaning narxi esa o'ylaganingizdan ham arzon bo'ladigan bo'lsak, like podpiska bosib qo'yasizlar. Bu mashinaning narxi nech deb o'yladingiz? Kommentariyga yozib keting. Top toza avtomat korobka qora Gentrani tan narxi 14 ming belgiladik, kelishadigan joyi bor. Qo'shimcha ma'lumot uchun past raqamlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.